Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Mana bu endi galdagi navbat 3-chi mana 5 minglik programmalar. Ikkita 5 minglik programmani ko'rsataman, tanishtiraman imkoniyatlarini, ichida nimalar bor, bularni sotib olsangiz nimalarni qabul qilib olishingiz mumkinligini ko'rasiz hozir. Masalan, birinchisi mana nemischa Netzwerk Neu A1 degan nima bor. Kitobdan nima qilganman. O'zim shu kitob bo'yicha tayyorlanib yurganim uchun, uning lug'atlarini yig'ib, jamlab, uni programmaga joylab chiqqanman. Va hattoki mana betlarigacha ko'rsatib qo'yibman. 16 dan 81 gacha bo'lgan, lug'atlarni erinmay yig'ib chiqqanman bu bo'yicha. Va har qaysini mana kitob, lug'atlarini mana bunday gruppirovka qilib, galochka bilan belgilaydigan qilib, nima qilganman, ham yana dars davomida hören, ya'ni tinglash bilan bog'liq, so'zlarni, yangi so'zlarni o'zim eshitmagan, mana shularni yig'ib chiqqanman. Xo'p, mana lug'at ila tanishamiz. Lug'atiga qaranglar. Mana lug'atiga ko'rsangizlar, mana har xil, nimalar bor. Lug'atda so'zlarni ko'ryapsiz. Xo'p, ishlayapti ekan nima? Mana ko'rib olishingiz mumkin. Mana hamma so'zlarni yodlab chiqasizlarda, keyin tayyor bo'lganlaringizdan keyin sekin nimasiga o'tib, mana bosh menyuga qaytish. Hop, bosh menyuga qaytib, mana tayyoringizga anaqa qilib olasiz, o'rganib olasiz. Masalan, Learn for Chats mana birinchisidan qo'yadigan bo'lsak, mana test bo'limidan test olamiz. Ketdi mana. Imkoniyatlarga qarang. Bekorga 5 minglik emas-da. Endi knopkalar soni o'sha oldingisidan ko'paygan. Ko'ryapsizlar, oldin 4 ta knopka bo'lardi. Ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana bu safar juda ko'p knopkalar mana joy olgan. Hattoki e'tibor qaratamiz. E'tibor qarataylik. Mana der, di, daslargacha. Xo'p, daslargacha mana. Hop, der, di, daslar bor mana. Ko'ryapsizlar, har qaysini nimasida agar tarjimasi bilan anaqa qiladigan bo'lsangizlar, yozishlaringiz mumkin. Ham umlautlar soni ko'paygan. Mana ikkitalik eslar bor, 2 marta yozib o'tirmaysiz. Katta eslar bor mana, kattalari. Olasangiz, har biri kichik umlautlar bor. Mana shu yoqqacha, mana bundan keyin mana katta umlautlar bor. Katta umlautli so'zlarni ham mana yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Keyin unda tekshirishni bosamiz. Noto'g'ri. Xo'p, mana hali chunki yechmaganmiz kursda. Kursda in kurs bo'lish kerak. Agar men adashmayotgan bo'lsam, enter bosibman, mana tekshirish. Noto'g'ri ekan. Immikin, im kurs bo'larmikin? Im bo'lar ekan. Im m harfida. Mana endi bitta to'g'ri deb chiqdi 1%. Mana 100 ta savoldan bittasi to'g'ri. Xuddi shunday orqaga qilamiz. Boshqalarni ham ko'rib olishlaringiz mumkin. 2 ta 3 ta lug'atni ham birdan zo'rman desangiz, mana 3 ta 4 tasini birdan tayyorlanib ketishingiz mumkin. Buni ichida endi yuklanganda biroz anavi bo'ladi, sal qotadi mana. Juda ko'p mana 142, 264, 340-savol mana. Chunki bekorga emas-da, 3 ta 4 ta yuklangandan keyin mana 478 ta savol yuklanibdi ekan. Pastda ham bor mana. Pastda ham anavasini ko'rib olishlaringiz mumkin. Xuddi shunday mana endi gapni qisqa qilaylik. Mana terminali qanaqa buni? Terminali ham ancha o'zgargan, aqlliroq bo'lib ketdi. Mana qaranglar, terminalga xush kelibsiz mana. Switch deb yozsangiz, mana switch deb o'yindan oldin switch deb yozsangiz, nimani shriftni to'g'rilay. Xo'p, o'yindan oldin switch deb yozadigan bo'lsak, nima bo'ladi? E'tibor qarataylik. Switch deb yozamiz. Switch deb yozadigan bo'lsak, mana send knopkalari ham endi bu yerda turmaydi. Bu yerdan kelish shart emas, o'zi keladi. O'zi kelyapti. Mana switch deb yozdik, mana o'yin sharti o'zgardi. Bu degani boya birinchi mana nemischa berdi-ku kompyuter. Kompyuter nemischa berdi. Biz nima qilyapmiz? Mana Xiao nimaligini bilmayapman. Salom xayr ekan. Ya'ni chao deymiz-ku. Ivan Vasilichda mushuk chao deydi, mana shu salom xayr. Endi biz bildik, mana chao deb yozamiz. Xo'p, mana yaqinlashdingiz, biroz to'g'ri. Xo'p, nimasi? Katta nuqtasi qolib ketgan. Bo'ldi. Chao. Nuqta. Mana.
nuqtasiyam qaraydida. Endi programma bu anavi qiladi. Ko'ryapsizlar, mana yana bitta aqlli xususiyatlariga qarang, nechinchi savolligini aytadi. Yana nechta savol qolganini ham, mana shu savol berilganda nechta savol qolganini ham birdan aytadi va to'g'ri javoblarni ham beradi. O'sha payt hali endi savol berilgan shu 0 ta va mana bu yerda men javob bera oldim, chaoni bildim. Bitta. Salom ham xuddi shunday hallo bo'lishi kerak. Hallo. Yaqinlashdingiz. Bitta undov belgi bo'lishi kerak edi. Hallo. Ha, mana. Xuddi shu narsa. Yana bir aqllilik xususiyatlardan bittasiga qarang. Mana javobni bilmayapsiz. Mana o'yin deyman. Programma tanishtiradi. Mana o'zing ayt deb yozsangiz, agar javobni bilmasangiz to'g'ri javobni ko'rsatamiz. Qachonki o'zing ayt deb yozsangiz deb aytgan. Ya'ni mana shu savolning javobini men bilmadim. Til nima bo'ladi? Bu degani men o'zing ayt deb yozaman endi. O'zing. Ya, uzr. Nemischaga o'tib ketibdi. Mana. O'zing ayt. To'g'ri javob ko'rsatildi. Die Sprache bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana harflarni aytmoq, buxtabieren va hokazo hammasini ko'rib olishlaringiz mumkin. Endi oldingilarda bor bo'lgan aqlli xususiyatlarni ko'rsatmayman, yangilarni ko'rsatishim kerak. Xo'p, yana bitta usuli bor. Mana yana bitta funksiya qo'shildi, aqlli funksiya, chunki bekorga 5 minlik programma emasda. Mana men taslim deb yozsangiz, o'yin to'xtaydi va hisob chiqariladi. Ana endi yozamiz. Men taslim. Men taslim. Hurmatli student, ismingizni kiriting. Ismimizni yozamiz masalan. Bahrus. Hop, mana. Natijani ko'rsatib beryapti. Mana 67%. Ya'ni o'sha berilgan shu 4 ta savolning ichida bitta topganim uchunmi 67 ta bo'ldi mana. Hop, 67 ta foiz bo'lib ketdi. Endi shundan keyin istalgan bitta umlautni bosaman-da, send qilaman. Birdan kommentni ham beraman. Bilim bor, hayajon ham bor. Chunki darrov taslim bo'ldim, hayajonlanib. Xo'p, xuddi shu narsa mana ikkinchi nimada ham bor, mana 5 minlik programmada ham. Ikkinchisida ham o'zining lug'atlari bor mana. Shuncha lug'ati bor va yana e'tibor qarasangizlar, faqat u endi nimadan emas, mana kasblar jinsiga ko'ra, fe'llariga asoslangan. Mana ular 20 ta eng ko'p qo'llaniladigan fe'llar deganday. Xo'p, o'quv qurollari deganday, mana o'quv qurollari hammasi mana shu nimalardan ko'rib olib yodlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bosh menyuga qaytish nima edi? Qayerda edi? Ha. Bitta перезагрузка beramiz. Qaranglar, mana o'quv qurollari deydigan bo'lsak ham, mana bu yerda xuddi shunday anov qilishingiz mumkin. Mana o'zing ayt, men taslimlar ham bor bu yerda. Bu yerda ham bor joy olgan. Va yana bu ozginagina mana bundan ikkalasi narxi bir xil bo'lsa ham sal aqlliroq joyi bor buni. Qaranglar, mana aqlliroq joyiga qavsni ham qo'yib qo'yganmiz. Qavsni ham birdan beradi. Qavs ichida qanaqadir nimasini bermoqchi bo'lsangiz. O'zing ayt, men taslimlar ham joy olgan bu yerda. Hop. Bosh menyuga qaytamiz. Buni ham o'zining terminali bor. E'tibor qaratamiz. Bunda yo'q bo'lgan, ya'ni buning bunda yo'q bo'lgan xususiyatiga qarang mana. Xususiyati mana xotiralash, yuklashlari ham bor. Hop, xotiralash, yuklash masalasi. Qaraymiz. Shu yozamiz. Yozamiz mana. Endi buni xotiralaymiz. Xotiralash. Hop, загрузка terminal mana. Xotiralab qo'ydik. Endi chiqamizda. Chiqqandan keyin qaytib kirib mana yuklash bilan ochamiz mana shu. Yuklash bilan ochamiz. Buni aqlliligini qarang. Mana. Mana ko'rdingizlar, yuklab berdi. Ya'ni bolangiz nimani yozgandan keyin saqlanib ketadi. O'sha bolangiz saqlanib ketgan joyda nimalar qanday kayfiyatda yozganligini, qanaqa bilishini hammasini ko'rib olishingiz mumkin xotirasidan. Shu hozircha. Mayli, kanalga obuna bo'ling, videoni tarqatinglar, do'stlaringizga ko'rsatinglar. Xarid qiling. Bu vaqtinchalik holat, keyin sotishga vaqtim bo'lmaydi. Hozirdan xarid qilib qolsangizlar, keyin yutasizlar, o'zlarida abadiy shu programma qoladi.
Mayli do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ko'rishguncha keyingi programmalarni kuzatib boring.